Insoniyatning ilk davrlariga, tarixning qorong'u va sirli zamonlariga qaytamiz. Insoniyatning otasi bo'lgan Hazrati Odam alayhissalomning yuzi nega bir asr davomida kulmagan? Bu buyuk payg'ambarni bunchalar g'amga solgan voqea nima edi? Farzandlari Qobil va Qobil o'rtasida nimalar yuz berdiki, biri ikkisining joniga qasd qildi? Qobil o'z tug'ishgan ukasi Qobilni nega bu qadar shafqatsizlarcha o'ldirdi? Hazrati Odamning o'g'li Qobilga aytgan o'sha ibratli so'zlari nima edi? Va ko'pchilik bilmaydigan, ammo hammani qiziqtirgan bir savol. Qobilning oxiri qanday bo'ldi? Butun insoniyatga ibrat bo'ladigan o'lim qanday yuz bergan? Keling, endi bu voqealarni birma-bir hikoya qilamiz. Insonning yer yuzidagi hayotining ilk kunlari. Yer yuzida Hazrati Odam va Hazrati Havvodan boshqa hech kim yo'q. Insoniyatning tarixi go'yo noldan yozib o'tgandi. Hazrati Havvo 20 marotaba homilador bo'lib, har safar egizak farzandlar dunyoga keltirdi. Har bir egizaklarning biri o'g'il, biri qiz bo'ldi. Hazrati Havvoning birinchi homiladorlikda tug'ilgan egizaklari Qobil va Haqlima, ikkinchi homiladorlikdagi tug'ilgan egizaklari esa Qobil va Labuda edi. Alloh taolo Hazrati Odamga vahiy qilib, bir homiladorlikda tug'ilgan qiz boshqa homiladorlikdagi tug'ilgan o'g'il bilan turmush qurishi lozimligini bildirdi. Halol va harom hukmlarini belgilagan Alloh o'sha ilk zamonga xos shunday bir qoidani joriy etdi. Bu nikohda aka-singillik hissi bo'lmasdi. Ular bir-biriga begona kabi edilar. Ammo turli homiladorlikdagi farzandlar orasida turmush qurish qoidasi bir kishiga yoqmadi. Bu Hazrati Odamning to'ng'ich o'g'li Qobil edi. Sababi Qobilning egizagi Qobilning egizagidan chiroyli edi. Shu sababdan Qobil bunga rozi bo'lmadi. Bir zumda ikki aka-uka o'rtasida kelishmovchilik shamoli esdi. Kunlar o'tgan sayin Qobil istagiga erishmagani uchun g'azabi tobora ortib borardi. Hazrati Odam bu vaziyatdan juda iztirob chekardi. Bir tomonda Parvardigorning hukmi, ikkinchi tomonda esa bu hukmga rozi bo'lmay, nafs istagida qat'iyat ko'rsatayotgan farzand turardi. O'g'lining bu istagi to'g'ri emasligini bir necha bor tushuntirsa-da, Qobil hech qanday nasihatga quloq solmasdi. Qobil esa Allohning amriga itoat qilgandi va samimiyat bilan unga bo'ysungandi. Nihoyat Hazrati Odam bu masalani hal qilish uchun Qobil va Qobilga ikkovingiz ham Allohga bir qurbonlik keltiring. Qay biringizning qurbonligingiz Alloh tomonidan qabul qilinadi, shunda bilamiz dedi. O'sha davrda qurbonlik qabul qilinganini bildirish uchun osmondan bir olov tushib, uni yondirib yuborardi. Qabul qilinmagan qurbonlikni esa yirtqich hayvonlar yeb ketardi. Ikkala aka-uka ham bu shartga rozi bo'ldi. Qobil dehqon, Qobil esa cho'pon edi. Har biri o'z mehnatidan Allohga qurbonlik taqdim etishi kerak edi. Qobil dalaga qaradi. Alloh uchun nimani qurbon qilishim mumkin? Uni ancha o'yladi va qiymati past bo'lgan quruq va ichi bo'sh boshoqlardan bir dasta yig'di. Eng yaxshi hosilni Alloh yo'lida berishni istamadi. Hatto boshoqlarning orasida topgan donlarini qurbon qilish o'rniga o'ziga ovqat qilib olishni afzal bildi. Qobilning esa yagona maqsadi bor edi: Allohni rozi qilish. U faqat Allohga yaqin bo'lishni istardi va u yo'lda hamma narsadan voz kecha olardi. U o'z podasiga qarab eng yaxshi hayvonlarni tanlashga intildi. Oxirida surusining eng sog'lom semiz qo'chqorini sut va yog' bilan birgalikda keltirdi. Ichidan Allohning roziligini topishga umid qilardi. U hali bilmas ediki, Alloh uning samimiyat bilan qurbon qilgan qo'chqorini jannatda saqlab qo'yar va keyinchalik Hazrati Ibrohimga qurbon qilish uchun
borar edi. Hazrati Odam o'g'illarini chaqirdi va qurbonliklarini tog' cho'qqisiga qo'yishliklari kerakligini buyurdi. Ikkisi ham bu buyruqni bajardi. Atrof jimjit. Ikkisi ham natijani intiqlik bilan kutardi. Va kutilgan voqea yuz berdi. Osmondan bir olov tushib, Qobilning qurbonligini yondirib yubordi. Qobilning qurbonligiga esa teginmadi. Demak, Qobilning qurbonligi Alloh tomonidan qabul qilingan edi. Bu holat qarshisida Qobil nihoyatda g'azabga mindi. Uning ichidagi g'azab asta-sekin alangaga aylana boshladi. Joyida tura olmay, bu vaziyatni hazm qila olmasdi. Qanday qilib uning emas, Qobilning qurbonligi qabul qilingandi. Hasad tuyg'usi tomirlarigacha singib ketdi. Aslida insoniyat yaratilgandan beri shaytonning hiylalari hamon bir xil. Adovat, hasad va g'azab. Ana shu hasad va g'azab Qobilni keyinchalik pushaymon bo'lishiga sabab bo'ladigan ishga undayotgan edi. Men bir yo'l topishim kerak. Bir zum jim qoldi. Keyin xayoliga bir fikr keldi. Ukasi Qobilni o'ldirish. Ammo buni qachon va qanday amalga oshirardi? Sababi otasining nigohi doim Qobilning ustida bo'lar ekan, buni qanday uddalardi? Uni o'ldirish uchun qanday imkon topardi? Shu voqealar bo'layotgan paytda Hazrati Odam Ka'bani ziyorat qilish uchun Makka tomon yo'l olishni o'ylardi. Hazrati Odam Qobilga ukasi Qobilni ishonib topshirdi. Qobil esa bu orzu qilayotgan imkoniyatini topdi, chunki Hazrati Odam Makkaga yo'l olgandi. Qobil esa Qobilni o'ldirish uchun qarshisida hech qanday to'siq qolmadi deb o'yladi. U Qobilning oldiga chiqdi va ichidagi g'azabni hech tortinmasdan aytdi: "Seni o'ldiraman, chunki Alloh seni qurboningni qabul qildi, menikini esa qabul qilmadi. Ustiga ustak sen mening chiroyli egizagimga uylanyapsan." Bunga javoban Qobil Alloh faqat unga itoat qilgan harom va gunohlardan yiroq kishilarning qurbonligini qabul qiladi. Shunday ekan, bunda mening hech qanday aybim yo'q dedi va davom etdi. Agar sen hanuz ichingdagi g'azab bilan meni o'ldirishga bel bog'lagan bo'lsang, men senga aslo qarshilik qilmayman. Shunday dedi va akasidan uzoqlashdi. Qobilning g'azabi yanada ortib bordi. Qarshisida nima desa ham qo'rqmaydigan bir inson bor edi. U qahr bilan Qobilning izidan tushdi. Qobilni hamma joyda qidira boshladi. Uning qarori qat'iy edi. Uni ko'rgan joyida o'ldirish. Qadam ba qadam uni izidan bordi va o'ldirish uchun fursat poyladi. Bir kuni Qobil qo'ylarini boqib yurgan tog'da uni uyquda topdi. Yoniga yaqin keldi va ichida turli o'ylar o'tdi. Undan qutulmoqchi edi, ammo buni qanday qilishni bilmasdi. Chunki bundan avval hech kimni o'ldirmagan edi. Inson qanday o'ldiriladi? Rivoyatlarga ko'ra, ayni shu paytda Qobil ukasini qanday o'ldirishini bilmagani uchun shayton unga bir qushning boshini tosh bilan ezib yo'l ko'rsatadi. Qobil yerda yotgan toshni olishga qaror qildi. Uxlayotgan ukasining yoniga yaqinlashdi va insoniyat tarixidan hech qachon o'chmaydigan o'sha lahza ukasining boshiga tosh bilan urdi va yer yuzi ilk bor inson qoni bilan sug'orildi. Birinchi qotillikning aks sadosi to osmonga yetdi. Qobil endi vafot etgandi. Uning boshidan qon oqardi. Bu dunyo imtihonidan abadiy olamga yo'l oldi. Endi nima bo'lardi? Yerda qimir etmay yotgan ukasining jasadi shu yerda qolaverarmidi? Qobil bir lahza to'xtab, nima qilish kerakligini o'yladi. Ukasini yirtqich hayvonlardan asrash uchun uni xaltaga soldi, yonida olib yura boshladi. So'ngra Alloh ukasini jasadini qanday ko'mish kerakligini ko'rsatish uchun bir qarg'ani yubordi. Qobil esa holimga voy, men shu qarg'adek ham bo'la olmaymanmi? Ukamning jasadini ko'mishga ojizmanmi? dedi. U qilgan ishidan pushaymon bo'ldi. Tafsirlarda aytilishicha, bu pushaymonlik
ukasini o'ldirganligi uchun emas, aksincha buni qarg'adan o'rganganiga achingan edi. Qanday qilib boshlagan ishimni oxirini o'zim topa olmay, bir qarg'adan o'rganaman deb o'ziga o'zi aytdi. Shuncha vaqt ukamning jasadini bekorga yelkamda ko'tardimmi deya afsus qildi. Bu voqealardan so'ng Hazrati odam Makkadan qaytdi. Qaytgach, o'sha mudhish hodisadan xabar topdi. Yerdagi ilk qotillik sodir bo'lgan. Bir o'g'li ikkinchi o'g'lini o'ldirgandi. Hazrati odamning tilidan shunday so'zlar chiqdi: shaharlar va ulardagi mavjudotlar o'zgardi. Yer yuzi xira chang tuproq rangiga kirib, ko'rinmas holga keldi. Endi har bir rang sovidi. Lazzat bergan narsalar ham betam bo'ldi. Yuzdagi tabassumlar butkul yo'qoldi. Rivoyat qilishlaricha, Hazrati odam shu voqeadan so'ng bir asr davomida hech ham kulmagan. Hazrati odam bu qadar g'amga botgan bo'lsa-da, ayni damda Qobilga ham g'azablandi. Buni qanday qila oldi? Qanday qilib ukasining joniga qiydi va yerdagi ilk qonni to'kdi? Qobilga shunday dedi: "Ket. Sen hech qachon qo'rquvdan xoli bo'lmaysan. Ko'rgan hech bir odamingdan omonda va salomat bo'lmaysan." Qobil o'zi bilan birga dunyoga kelgan egizagini yetaklab, Nefs tog'idan tushib, Yaman tuproqlariga Adanga ketdi. U yerda zurriyotlari ko'paydi. Hazrati odamning duosi shunchalik quvvatli ediki, Qobilning o'g'illari orasida Qobilga duch kelib, uni toshbo'ron qilmagan hech kim qolmadi va Qobilning bir ko'zi ojiz o'g'li dunyoga keldi. Bir kun o'sha ko'zi ojiz o'g'li o'z o'g'li bilan Qobilning oldiga keldi. Qobilning nevarasi otasiga dedi: "Mana bu sening otang Qobil." Buni eshitgach, darhol bir tosh oldi va otasiga otib Qobilni o'ldirdi. Qobil ukasiga qilgan yomonlikni o'z farzandidan topdi. Qobil yashagan hayotida hech qanday foyda ko'rmadi. O'zi bilan olib ketgani faqatgina hasad va uning hirsi bo'ldi. Aslida qachon tugashi noma'lum bo'lgan umrimizni kibr, nafrat, g'azab eng ko'p o'zimiz va atrofdagilarimizga zarar yetkazadigan shu hissiyotlar bilan o'tkazishga arziydimi? Biz xatolarimizni anglaymiz, ammo tavbani va o'zimizni tuzatishni doim kechiktiramiz. Hazrati Mavlononing Maslaviysida shunday hikoya qilinadi. Bir odam yo'l chetiga tikan ekdi. Avvaliga zararsiz ko'ringan tikan vaqt o'tishi bilan kelib ketayotganlarni bezovta qila boshladi. Shikoyatlar ko'paygan, ammo bu shikoyatlar e'tiborsiz qolavergan edi. Alloh taoloning bir do'sti ularga tikanlarni sug'urib tashlashliklarini aytdi. Odam esa: "Ko'p vaqt bor otaxon, bugun bo'lmasa ertaga bir kun albatta bu tikanni sug'uraman" dedi. Shunda Allohning vahiy quli shunday dedi: "Sen doimo ertaga deb ishni kechiktiryapsan. Bilki kunlar o'tgan sayin o'sha tikanlar o'sib kuchayadi. Sen esa kuchdan qolasan. Tikanlar ulg'ayib boradi, sen esa tobora keksayib borasan. Xo'sh, senchi qachon tavba qilishni o'ylayapsan? Hali vaqti kelmadimikan?"